Anifanus jamoasi sizlar uchun ajoyib animelarni taqdim etadi. Qo'shilinglar va maza qilib anime ko'ringlar. 穿梭山色的界限，划过云霄上的烽烟，愿望这昏暗的黑夜。 Mana qizcham samoviy ofat animasi. 洁白脸上泛着泪光，融化这漆黑夜晚。灵魂交织，双双守望，守候着烛火般的温暖。夜空下的往事变随风摇曳，黑夜终将过去，迎接那新的曙光。这是乱世的流星，划破了空静的夜空，用余晖呼唤着新的英雄，在风中燃起生命火焰，穿透无垠的地平线，漫漫长夜必断，寻找那终点。 Uchinchi qism. Mana men keldim. Ruhiy energiyaning birinchi tarqalish joyi. Energiyaga qaraganda u erkak bo'lgan. Somon ichidan igna qidiryapman. Qora. Yigitlar, barchasi yoqimsiz mavjudotlar. Lekin qanday qilib yashirinmagin, seni baribir topaman. Chunki menda har qanday yigitni rom etadigan usul bor. Aloqa sahifasi. Aqlni oluvchi rasmlarim mavsundayman va endi esa tarqataman. Yangi kultivator. Men bilan uchrasha qol. Har qanday yigit oyog'im ostida bo'ladi. Voy qiz, yubkangiz ichida nimadir kiyapsiz. Ishing bo'lmasin. Bu yigitda umuman energiya yo'q. Kamiga spermatokсикоз bilan. Yo'qol rasvo. Energiyasiz yo'qol. Energiyasiz yo'qol. Energiyasiz yo'qol. Qanday qilib? Deyarli hamma studentlarni tekshirdim. Nega u hali ham ko'rinmayapti? La'nati. Balki sehrli raqs unga ta'sir qilmagandir. Nahotki men noto'g'ri yo'nalish tanladim? Balki unga qizlar yoqmas. Menda boshqa variantlar qolmadi. Sahifani tahrirlashim kerakka o'xshaydi. Trulala. Kichkintoy yoqimtoy bola. Bog'da uchrashmoqchi. Kichkintoy mehribon bola, bog'da uchrashmoqchi. Kichkina yoqimtoy bolakay. Bu nima davommi? Xuddi uni yuragini kimdir zabt etgandek. Yoki nima la'nat tashdimi? Oxirgi vaqtlarda odamlarni buyraklarini o'g'irlashyapti. Borish kerak. Yoqimtoy bola. Yoqimtoy bola. Uni qalbga bo'ladi deb hech o'ylamagandim. Bu nima o'yinmi? Men seni topdim. Ruhiy quvvatni tekshirish. Yana boshqasi? Bola cha. Tur yo'qol. Axir u
Banihoyat topdim. Ustozli, yaxshimisiz? Mana malikam, ahvoling qanday? Voy, ajoyib. Mana kichkina shahzodam yo'qoldi va la'nati. Mana farishtam. Bizni uchrashishimiz bu aniq edi. Masterli, u sizga kesashchi. Yo'qoling ibotdan. Seni quchoqlamoqchiman, yo'qol dedim. Iltimos yo'qoling. Afsunli raqsni olib tashlash. Mayson, nima meni quchoqlayapsan? Yo, bu tushunarsiz holat. Siz bitta kichkina bola oldiga boraman deb aytayotgandingiz. Yaqin to'y bo'lachagi. Ha, orqamdagiga. Ana unga. Kimni aytyapsan? Mana barakat yo'q bo'lib qopti. Voy, u qani? Maynshom. Qanday eskirgan ism. Sayyosan agarda sen o'z tuyg'ularini yashirsang, ularni och. Bilaman, buni aytish qiyin. Lekin bu narsalar bo'yicha menda tajriba bor. O'z tajribamdan sen bilan bo'lishim mumkin. Shunday ekan, Sayoma. Mayli, men bora qolay. Ishlarim bor. U baribir uyalayapti. Qanchalar yoqimli. Men juda ham chiroyliman. Ana eshagim sevib qoldi mana. Ana tezroq topish kerak. Mujini topishim kerak tezroq. Afsunlovchi raqs. Endi sen menikisan. Maynshom. Men seni sevaman. Seni sevaman. Men. Bino tomi yetarlicha qulay joy. Keldingmi? Sen yuversana, to'g'rimi? Sen juda ham chiroylisan. Men seni sevaman, yuver. Juda ham sevaman. Yetar, qo'ysang-chi. Axir, vaqtichoqlik qila olmaysan. Ruhiy to'siq ochilsin. Endi bizning quvvatimiz tashqariga chiqmaydi va bizni boshqalar payqay olmaydi. Seni ko'rganimdan beri men hayotimda bo'lgan qarorni qabul qildim. Yuver, iltimos. Sevgimni qabul et. Bu yerga kelganimcha mol go'shtidan qilgan kaboblarni tayyorlab keldim. Uni ol, iltimos. Yuver, nimaga jimsan? Oliysanmi, o'zim yedirib qo'yaman. Judayam jirkanch. O'zingga kel. Ha? Nima bo'lyapti? Sen kimsan? Tomda nima qilyapman? Bu qayer o'zi? Sen o'z og'zing bilan menga turmushga chiq deding. Eslolmaysan, shunday emasmi? Qilishyapsanmi? Muzi bilib qolsa meni o'ldiradi-ku. Unchalik ham qo'rqinchli emas. Endi esa tamomsan. Li olovi. O'zim ham bilgan. Sen kultivatorsan. Muzi to'g'ri aytgan ekan. Kultivatorlar bir-birini baribir o'ldiradi.
Bu yerdan qochish kerak. 不要做无谓的抵抗。 Qarshiliklar befoyda. Mo'ze, sen keldingmi? Shamol boshqaruvi. Xavfli, lekin men qocha olaman. 凭你的行为， Sendagi bu qobiliyat bilan mendan qochish umuman imkonsiz. 脱手了。 Bu nima bo'ldi? 子， Seni shiming? La'nat ovsar. 这女人的面 Qiz bola oldida shimingni yechib uyalmaysanmi? Ahmoq qiz, sen yech oldingmi buni? Uyatsiz. Tur yo'qol. Nima? Mo'ze, sen keldingmi? Hoy, shunchalar bo'lmay ketganingdan hatto qiz bola oldida shimingni yechishga bordingmi? Mo'ze, men hammasini tushuntirib beraman. Tushuntirasan. Undan avval shimingni kiyib ol. Hop. Qanday go'zal manzara. Qiz bola o'z yigitini qutqaryapti va uning sisi juda ham kuchli. Boya yigiting menga turmushga chiqishni taklif qildi. Taklif? 清楚了， Hoziroq tushuntirib ber. 没办法。 Nima ham qilardik? Men sendan jozibaliroqman. Mo'ze, uni gaplariga ishonma. Gapirma, tiz cho'k. 等我收拾完小 Sen 三， bilan keyin gaplashamiz. Avval esa u bilan. Ovoz berildi Nivan proyekti uchun 2022-yil. Ovoz berdi Kristal va Irena. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha do'stlar. 余晖染红窗外前行，零散的光阴，空白的心情，也没人陪着我直到天明。风过轻轻，侧耳倾听，能不能听到你心跳的声音？任着风吹散长发，随大空中飘逸，细雨下